В прямом эфире. Boshlandi. Ishlab ko'ring, hozir odamlar kirsin. Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, yaxshi kelibsizlarmi? Xush kelibsizlar. Aziz mehmonlar degan. YouTube'ga mana shu skачать qilib qo'yish. Hozir kirsin, ko'proq odam kirsin, boshlaymiz qizlar. Kofe cappuccino boshlaymiz. Assalomu alaykum xormang. Bugun nima shirinlik qilyapsiz opa? Sizlar uchun kofe cappuccino pirojnisini qilmoqchiman. Ancha bo'ldi, prямой efirga chiqa olmadim. Shunga o'zimda kuch, jur'at topolmadim. Endi qarasam, уже tashab qo'yibman sizlarni ham. Vijdonim qiynaldi, bugun chiqdik. Sen ko'payinglar, уже prямой efirlarimni qilmaganimga odamlar kirmayapti. Nima qilyapti ekan? Yo'q, kerak emas shu. Ham хотя бы ozgina 20-25 ta bo'linglar, boshlaymiz. Postga qo'yiladi video. Bemalol olib ko'raverasizlar, tayyorlayverasizlar. Uy sharoitida tayyorlansa bo'ladigan uyda bor mahsulotlardan tayyorlaymiz. Bitta list to'liq chiqadigan kofe cappuccino pirojnisi. Bu ham bitta sizlarga onlayn dars. Qanday yaxshi, Alloh rozi bo'lsin, faqat sir asrorlarini o'rgating. Ko'zingizni oldida, mana shu ko'zingizni oldida tayyorlab ko'rsataman hammasini. Qizlar, bismillah, boshlayveramiz. Mana kirganlar kiraveradi. 20 ta bo'ldik. Toza idish, mana planetarniy mikserniki. Planetarniy mikserniki. Sizlar xohlaganingizda o'zingizlarni o'sha plastmasmi nima idish bo'lsa ham qo'lingizda ruchnoy mikserda qilsanglar bo'ladi, ishlaringizga omad. Tuxum 4 ta menda, maydarog'ida tuxumim, o'shaning uchun 4 ta. Yirikroq tuxum bo'lsa 3 ta tuxum solasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Tuxum, shakar. Описаниеda yozdirib, mana shu videoning tagida описаниеda qaysi biridan necha grammligini yozib qoldiraman. Tuxum bilan shakarni ko'pirtiramiz. 5-10 minut oppoq peynisday massa bo'lguncha. Ko'piryapti. Bosmasangiz ham bo'ladi. Korobkaga yopish, sal bosing, ko'p emas. Napoleon tayyor bo'ldi. Siz desangiz o'shani so'rayapti. Ham bo'ladi. Tak, bu yerda tuxum. Endi qaranglar. Smetana, mayonez. Smetana yoki qatiq yoki mayonez farqi yo'q. Agar bo'lsa, qaymoq ham bo'ladi. Soda qo'shasizlar. Bu ko'pir buni aralashtirib qo'yamiz. Sodamiz reaksiyaga kirishib turadi.
Smetana bilan mayonez qo'shildi. Ozgina smetanani jирности oshadi. O'shaning uchun qatiq bilan mayonez qo'shib bera ham bo'ladi. Shu proporsiyada. Agar sizlarda qaymoq bo'lsa, qaymoq qo'shasizlar. Mayonez qilmaysizlar o'sha. Bu yoqda menda un, mana buni olib qo'ydim. Smetana, mayonez, chayni soda. Ikkinchi ish. Bu yoqda menda un, kakao gollandskiy Gerkens firmasiniki. Razrexlitel va bitta choy qoshiq go'rachkasi bilan kofe solib qo'ydim mana. Bu suvxo'y masalani tayyorladim. Qizlar, bizga yana mana eritilgan sariyog' kerak. Eritib tayyorlab qo'yganmiz mikrovolnovkada. Necha grammligini hammasini opisaniyada, videoning tagida yozib qoldiraman. Assalomu alaykum, nima tayyorlayapsiz? Kofe kapuchino pirojnisini qilyapmiz. Tak, qizlar mana shunaqa massa bo'ldi hozircha, lekin buni hali yana ko'pirtiramiz. Ozgina shakari erishi kerak. Pergament. Shunaqa 30 ga 40 listlar. 30 ga 40 list tayyorlaysizlar. Setka bunaqa sita tayyorlaymiz. Juda ham mazali narsa bo'ladi. Mikserimni oti B7. Men kechqurun boshidan ko'ra olmadim deyotganlar uchun bu yoqda qaranglar, bu yoqda shakar bilan tuxum ko'piryapti mikserda. Bu yoqda mayonez, smetana va chayni soda solib mana qo'ydik. Bu yoqda suvxo'y masala yig'dik. Razrexlitel, kakao, un. Hozir biskvitini tayyorlayapmiz. Badiy qilga o'tib ketdi. 30 ga 40 lik pergament. Assalomu alaykum Chayna. Va alaykum assalom. Kerak vanilin. Amba kremaga. Qizlar bemalol buni uy sharoitida tayyorlasanglar bo'ladi. Kremaga bizga nima kerak? 400 gram kamilkani tvorog'i, 150 gram saxarni pudra, 500 gram qaymoq, 200 gram zbyushonniy молоко. Kremaga shunaqa narsalar kerak bo'ladi. Hozir kremini ham qilishni ko'rsataman. Bu pishguncha kremini tayyorlaymiz, sborka qilamiz. Juda ham zo'r bo'ladi. Eskirib bo'ladi. Eskirib qolgan qaymoq bo'lsa ham bo'ladi. Agar juda qotib sariyog' bo'lib qolgan bo'lsa, ozgina sut yoki suv aralashtirib sal suyultirib oling. Qizlar mana ko'rasizlar, oppoq, penistli, pushistli massa bo'ldi. Mana. Endi sizlarga qanchalik ko'rinyapti, shunaqa 3-4-5 minutcha shunaqa ko'pirtirib olasizlar. Endi bunga lopatka. Sariyog'imizni qo'shamiz, eritilgan. Va bu yoqda smetana, mayonez va chayni soda bor. O'shani qo'shib olamiz. Mana bitta aylantirib olamiz. Lapatkan beruvdi. İshtahalarim ochilib ketadi sizni ko'rsam, mashalloh. Meni ko'rsangiz ovqat ko'rgandek bo'lasiz.
Gramlarimni, gramlarni обязательно yozaman. Mana binchi. Qizlar qaranglar, mana shunaqa suyuqroq bo'ldi. Mana ko'rdinglar? Shunaqa suyuqroq massa bo'lib oladi. Endi bunga duxovkani 160 gradusga yoqib qo'yasizlar oldindan. Endi bunga mana bu yerda kakao, razrıhlitel va kofemiz bor. O'shani un ham bor. Elekdan o'tkazib solamiz. Albatta elekdan o'tkazishinglar shart. Kakao solingan narsalarni elekdan o'tkazinglar qizlar. Nimagaki ichida kamochkalari bo'ladi, o'sha narsasi erimay o'rtasida xunniy bo'lib qoladi. Erimasdan. Manda kofe yaqib pishdi-da. O'sha kofem hozir mana bunaqa bo'lib, mana qoldi. Shuni anaqa qilib tashlamaysiz. Yaqib kofeni bilasizlar, ana Nescafe'lar bor, o'zi maydalangan. O'shanaqasi bo'lsa shart emas, o'zi o'tib ketadi. Kofe xorlar uchun deydi. Mana endi lopatkada yoki venchikda farqi yo'q, ahamiyati yo'q. Aralashtirib olamiz hammasini. Nima deydi, cho'kib ketadi deb anaqa qo'rqib nima qilmaysizlar bu biskvitni, chunki na smetanniy основе bu. Mana tayyor bo'ldi. Mana ko'rvasizlar, quyuqgina. Tekislab olamiz. Duxovkamiz yoqiq. Hamma yog'ini bir xilda tekislashga harakat qilasizlar. O'rtalari qalin, chetlari yupqa bo'lib qolmasin.
tekislab oldim. Endi duxovkaga tiqamiz. Piga sariq bor-ku. Sariqchi, o'shani patnis qo'ysak ham bo'ladi. Mana bunaqa qolipimiz bor. Patnis yaxshi. Bu qolip qizlar. 30 ga 40 razmerda. Hozir buni ichiga qo'yib yig'amiz-da, u pishib chiqqandan keyin chetini kesib tekis bo'lib chiqishi uchun kerak. Tak. Endi krem tayyorlaymiz. 150 gram saxar pudra. Qizlar tayyorlaymiz. Kofe. Tovoq. Uchni bo'ladi. Vanilin. Vanilin qizlar, saxarni vanilin ishlatinglar har doim. O'shanda narsalaringlar nima taxir bo'lib qolmaydi. Vanilin ikki xil bo'ladi. Kristallichki bo'ladi, saxarni bo'ladi, jidki bo'ladi. Jidkisini olsanglar, u ham yaxshi. Saxarni vanilin, misol uchun qo'rqmasdan bir choy qoshiq solaverasizlar, taxir bo'lmaydi. Qaranglar. Bu kremimizni bizda birinchi qismi. Bu yerda 400 gram kamilka tvorigi, bozor tvorigiga o'xshamaydi, chunki suv ochib yoradi. 150 gram saxarni pudra. Bir choy qoshiq saxarni vanilin. Ручной blenderda однородный massa bo'lguncha blenderlab olamiz. Keyin mikser ham bo'ladi. Qaymoqli. Keyin anaqa. Kofeni tayyorlashga. Stakan qaynagan suv. Sifali o'zida bergan quruq stakan berib bo'ldi. O'zim tayyorlayman. Pasta holiga keltirib olasizlar. Pasta holatiga keltirib oldik. Tak, mana bu tvorogimiz. Endi qaymoq. Mana lopatka. Qizlar qaranglar. Mana menda bu yerdachi 500 gram qaymoq bilan 200 gram sgущенный molokoni
aralashmasi. Ikkalasini aralashtirib biz 10 minutcha morozilnikka qo'yib qo'ydik. Нет, размера нету. Вообще денег нет пока. 500 gram qaymoq bilan 200 gram sgущенное molokoni aralashtirib 10 minutcha morozilnikka qo'yib qo'yasizlar. Biz vaqtdan yutish maqsadida shunaqa qilib qo'ydik mana. Ko'rdinglar? Bu yerda qaymoq bilan sgущенка. Endi kofesini tayyorlab olamiz. Kofega mana bir osh qoshiq kofe, bir osh qoshiq kofega qaynagan suv solib eritasiz. Mana shunaqa quyuq qilasizlar. Shuna mikserdan tayyor. Hozirda savol bo'lishi mumkin. Nimaga morozilnikka qo'yiladi? Qaymoq bilan sgущенка. Qaymoq bilan sgущенкani temperaturasini ikkalasini bir xil qilib olish maqsadida qo'yiladi. Qaymog'ingiz masalan sal 20 gradus 25 bo'lishi mumkin, sgущенкangiz 30 bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ikkalasining temperaturasini bir xilga tushirib olish uchun qo'yiladi. Endi qaranglar, mana men kofeni, hozir quyuq tayyorlagan kofeni sgущенка bilan qaymoqli massamizga qo'shib yubordim. Kofe cappuccino pirojnisi bu. Endi buni quyiltiraman qizlar. Biskvitga qarab turmaymiz. Agar qattiq qo'ysangiz qurilishlari krem bo'lib nima bo'lib qoladi? Niye shunday krem bo'lishi kerak? Unaqa qattiq suydirib buni qo'shganda yana qotadi bu. Mana shu holati yetadi. Mana shu holati yetadi. Hozir men buni ko'pirtiraversam bu quyiladi yana. Lekin menga yetadi shu holat.
holati yetadi. Endi qaranglar. Mana buni qo'shamiz. Tvorog bilan, mana bu qattiq-ku. Bu yana hali shimir quyilib turadi. Tvorog saxarni pudra. Endi yana aralashtiramiz. Mana ko'rdinglar, quyuq massa bo'ldi. Ko'rdinglar, oqmayapti. Quyuq massa bo'ldi. Kremimiz tayyor. Buni endi xolodilnikka qo'yib turamiz. Biskitimizdan xabar olaylik. Hali biskvitimizga bor ekan. Tak, endi gapirib turinglar. Gaplashib turamiz. Kremni tayyorladik. Propitka tayyorlab qo'ydik rostdan. Propitka mana hozir kofemni idishi. Cappuccino mazali kofe olasizlar. Ya'ni mana cappuccino maza bo'lsin. O'shani damlab qo'yasizlar. Aralashtirib tayyorlab. Холодильник qo'yib qo'ying. Kofe cappuccino pirojnisi qizlar. Mana bu propitka bizada bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz уже biskvit qilib qo'ydik. Kofe cappuccino pirojnisini. Biskvit pishishini kutamiz. Gapirib turinglar. Gapirib turinglar. Tak. Bitta saxancha qilinadi qizlar. Nima deydi? Unisidan xavotir olmanglar. Biskvitimiz rostdan ham pishyapti. Sizlarga nima deydi? Bu yoqqa tiqib qo'yib pishgan biskvit chiqazmaymiz. Mana rostdan ham pishyapti biskvit. Shunaqa holatga keldi. Menki hozir men ko'rganimda qo'limizga kirib ketdi. Sal bordi. Sal bor. Yana tursin ozgina. Oy, bittaga o'tirib oldim. Gapirib turinglar, birpas gaplashib turamiz. Yetmiş uch, 75'ti. Zo'ru, oppa, kichkina farzandingiz qanday bo'ldi? Kichkina farzandim 14-aprelda 2 yosh bo'ladi inshaalloh. Nima pishiryapsiz? Kofe cappuccino. Kremaga nima soldingiz? Endi kirdim.
kremiga tvorog bilan saharni pudra, keyin vanilin blenderlab oldim. И qaymoq, sgущенное молоко va kofe solib, ozgina quydirib, ikkalasini bir-biriga solib aralashtirib, холодильникka olib qo'ydim. Так, qanaqa biskvit qildinglar? Smetanli biskvit qildik. Smetana, mayonez, ichida kofe, kakao, juda ham samimiysiz. Juda ham zo'r biskvit. Rahmat. Nima tayyorladingiz? Tepada savollar yo'qmi? O'tkazib olganlarim yo'qmi? Anchadan beri sizlarga prямой efirga chiqa olmayotgandim. O'zinglar bilasizlar. O'shaning uchun mashalloh katta bo'lib ko'zlari quvontirib yursin. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Yaxshimiz. Charchamay ustozim, rahmat. Yuzingiz nega ishib ketdi? Shu yuzim ishib ketdi, bilmayman nega ishib ketyapti, oxirgi paytda ishib ketyapti. Yuzlarim ro'zada ancha oz qoldim. Yana ro'zaga kirish kerak. Mashlarim ishib ketgan. Çok vardı. Kurt yiyemem de. O'shaning uchun ishyapti. Qurt. Sen gap kelaman, esdan chiqibdi. Kecha ham rosa yeyman edi. Ertaga solib qo'ying sumkamga. Onajonim sog'liqlari alhamdulillah yaxshi, alhamdulillah yaxshi. Yaxshi bo'lishga harakat qilyapmiz. Bakrayning bering. Men shu kakao biskvit qilsam quruq chiqadi, nimaga xato qilyapman. Kakaoli biskvitda bilasizmi, un kamroq solinadi. Kakao ham quyiltirib beruvchilar anaqasiga kiradi, unni kamroq solasiz kakao solganingizda. Men sizni yaxshi ko'raman ustozim, rahmat. Eng kerak sog' bo'ling, turmush o'rtog'ingizga yoqsangiz bo'ldi. Xudo xohlasa. Turmush o'rtog'imga hech ham semirgan ozlik demaydilar. Mana 19 yil bo'ldi turmushimizga. Kakaoni qanaqasi yaxshi pishiriqlarga. Hamma har xil kakao ishlatadi. Kimlardir turetskiy ishlatadi, kimlardir gollandskiy Gerkens firmasinikini ishlatadi. Men gollandskiy Gerkens ishlataman. Kimlardir turetskiy bilan gollandskiyni birga bir aralashmasini ishlatadi. Masalan, 50 gram turetskiy, 50 gram gollandskiy solib aralashtirib qo'yib ishlatiladi. Keraklicha gram miqdori. Nimaga? Chunki turetskiy kakao maza beradi. Hid beradi, maza beradi gollandskiy, a turetskiy kakao faqat rang beradi. O'shani hisobiga. Gollandskiy rang bermaydi, ta'm beradi, turetskiy rang beradi, ta'm bermaydi. Tushuntira oldimmi? Cho'p tikib ko'rasizlar. Men endi shundoq ham bilaveraman. Men uchun bu biskvit уже tayyor. Endi sizlarga bilishinglar uchun quruq chiqsa, cho'pinglar bo'ldi. Buni bilasizlar. Bo'ldi. Buni chiqazib qo'yishimiz kerak endi. Turetskiyni ta'mi achchiqroq, tahirroq deb yozasizlar. Turetskiy faqat rang uchun-da, gollandskiyning mazasi yaxshi. Yaxshi ta'm beradi. Gerkens.
sousi. Soğuyunca ham gap sotamiz sizlar. Pergamentdan buni ko'chirib bo'lmaydi hozir. Mana 30 ga 40 listni mo'ljallab hozir kesib olaman chetlarini. Hozir issiq paytda-chi ushoqlarni puli bo'lib qoladi. Osiyo Ismoilova kursiga qo'shiling, juda zo'r, o'zim qatnashdim, sog'lom bo'lib oldim. U anaqami? Nutritsiolog, dietologmi? Goodwill gaz yaxshimi? Ha, Goodwill pechim mani. Assalomu alaykum. Biskvitni bitta etib o'ting. Biskvitni tuxum bilan shakarni ko'pirtirib olasiz, oppoq qilib, alohida smetana, mayonez, soda qo'shib ko'pchitib qo'yasiz. Undan keyin sukhoy massani yig'asiz. Saryog' eritib olasiz. Keyin tuxumli shakarliga saryog' solasiz, smetanangizni solasiz va sukhoy massani 50 dan o'tkazib solib 160 gradusga pechga yuborasiz. Ventilyator yoqib qo'ysam yoqamiz mana ichkarida. Pasta sovurdi-da, qurimaydi, pasta sovurdi-da. Efir vaqtimiz cho'zyapmiz-da. Achchiq ventilyator yoqamiz. Yana propitamiz. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Saqlanib qilaman albatta. Efir saqlanib qilinishi uchun qilyapti. Joyimiz Chirchiq shahrida, O'zbekim to'yxonasining oldida. Вооруженными зливиком. Shuni aytib o'tdim, agar qaymoq ana to'xtatib qo'yishim. Gaplashib turamiz. Sovuqsa keyin yig'ib tashlaymiz to'g'ri. Tak. Do'stlar. Pishirdik. Kofe cappuccino turishni qildik. Qanaqa krem qilasiz? Bu biskvitga qaymoq, dushyonkani alohida qilib ko'pirtirib, keyin saxarli pudra bilan bunaqa qildim. Tvorog Napoleon kursini oldim, juda zo'r chiqdi. Napoleonim rosa rahmat.
rahmat. Rosa yegim kelardi sizda ko'rsam. Mashalloh, nafaqat kursimdan juda ham yaxshi o'ziflarim ko'p. Har men storylarga o'ziflarimni qo'yavermayman, hatto qo'yishim kerak ekan. Ko'pchilik o'sha o'zifga qarab bo'lar ekan hamma narsa. Lekin men qattiqdan maqtanib nima bo'layotgandek ishlaringizga omad, charchamang. Rahmat. Ehson mukofoti, ehson yordaminglar ayamang yaxshi. Biskvitga smetana o'rniga qaymoq sosi bo'ladimi? Aytdim, qizlar, smetanani o'rniga qaymoq sosinglar bo'ladi. Agar qaymog'inglar yo'q bo'lsa, smetana bilan mayonez qilib jирностini ko'tarsanglar bo'ladi. Agar nima deydi? Smetananglar ham, qaymog'inglar ham yo'q bo'lib, qatig'inglar bilan mayonezinglar bo'lsa, uni ham bir-biriga solsanglar bo'ladi. Jирности ko'payadi. Tvorog bilan smetananing necha foizligini ishlaysiz? Tvorogga kamilkani tvorogini olib keldik magazindan. Kamilkadan boshqa tvorog qilmaylar, chunki kamilkani tvorogini tarkibida kraxmal bor, quyuqda. Bozor tvoroglar suv ochib yuboradi. Smetanani shu 20-18 foizlik. Assalomu alaykum, yaxshimi chak-chak kursini eski narxi berasizmi yana? Beraman. Kalsiyli pishirig'i zo'rda. Nalichi bor, zavarniy qo'lsa, chiqazdik bugun. Ko'plar so'ravdi. Nega настроениyangiz yo'q? Настроениям shunaqa bo'lib qolgan oxirgi 2 oyda. Yaxshimisiz? Primoy tez qilib turing. Hozir kirdim. Primoy ko'rib xursand bo'lib ketdim. Oldin tez qilib turardim. Bir haftada 2-3 marta. Hozir уже nima deydi? Oxirgi voqealardan keyin primoy qilishlar, to'g'risi retsept olishlar qo'ynimga sig'may qolgan, lekin bugun endi o'zimni qo'limga olib mani nima deydi, xalq kutayotganini ko'p yozishdi, juda ham ko'p direktim, qachon qilasiz, YouTubedan, Instagramdan, qachon primoyga chiqasiz deb juda ham ko'p yozishganligi uchun barman so'rashayotgan ekan, deb o'zim qo'lga olib bugun sizlarga primoyga chiqishga qaror qildim. Kalsiyon ichidagi morоженое krem, qaymoli krem va morоженое krem. Sizni Andijondan kuzatyapman. Onajoningiz yaxshimi? Sog' bo'lsin, rahmat. Studiyangizni ko'rsating. Odamning dardini odam oladi. Hozir ko'rsataman studiyamni. Herbalife mahsulotini ichganmisiz? Ozdiradimi? Oldindan rahmat. Herbalife mahsulotlar rosa ham zo'r qizlar. Herbalife ham, NL ham rosa ham yaxshi mahsulotlar, lekin u narsa ozdiruvchi dori emas, faqat sizni ovqatingizni o'rnini bosib beruvchi kam kaloriyali mahsulot. Ovqatdan oladigan anaqalaringizni, elementlaringizni o'sha kokteyllar sizga beradi xolos. Kam kaloriyali, to'qlik hissini keltirib beradigan narsa. Hayot davom etadi. Siz bizga keraksiz, rahmat. Shuning uchun efirni saqlangiz qiling, qilaman albatta. Mana shuning uchun ham men efirga chiqmayapman, chunki salga yig'lavoradigan bo'lib qolganman hozir. Shuning uchun
studiyangizni ko'rsating deb sizlar hozir studiyamni ko'rsataman sizlarga. Ekskursiya studiyam katta emas, unaqa ko'ringandek masalan nimalarda ko'rasizlar-yu, unaqa ko'ringandek emas. Tak, bu yoqda bizani ko'chamiz. Bu yoqda mana eshikdan kiraverish, bu yoqda bitta xona, bu yoqda skladxona, bu yoqda ichkarida xamir narsalar qilinadi. Hozir u yoqqa ham ko'rsataman. Mana общий mana bu yerda dars o'tiladigan joy. Studiya qilingan. Hozir bu yerda endi pishiriqlar narsalar qilyapti. Obedga ovqat bo'lyapti. Bu yerda duxovka joylangan. Bu yoqda oldin divanim turardi. Torlik qilib ketgani uchun uni ham sotib oldim. Bu yoqda polfabrikatlarim turadigan morozilnik. Bu yoqda mana yaqinda oldim, 3-4 kun bo'ldi. Vitrinniy xolodilnik, hali lekin to'ldirishga ulgurmayapmiz, chunki qilganda ketib qolyapti. Bu yerga pishiriqlarni, tayyor narichi pishiriqlarni qo'yaman deb oldim buni. Tak, endi bu yoq tomonda rakvinalar, kir mashinalar, bu nargiza peylar orqa tomondan ko'rinishi. Bu yoqda mikrovolnovka pech. Qizlar. Bu yoqda mana bitta morozilnik. Bu yoqda bitta morozilnik, bu yoqda bitta morozilnik, bu yoqda mana tovuq somsalar tugilyapti. Tovuqli, sirli, pomidorli. Bu Sevar opamning qo'llari, yuzlarini ko'rsatmayman, mumkin emas. Tuging Sevar opa. Mana. Bu yoqda shunaqa chuchvaralar, somsalar, shunaqalar ishlab chiqaramiz. Mana. Tugib qo'yamiz, muzlatamiz bularni. Bu yoqda mana go'shtlarimiz, bu nima mantini go'shti bu. Go'shtlarimizni mana Oysha qizim ajratib o'tiribdi. Bunaqa yomon joylarini, bunaqa yog'li joylarni ajratib olib tashlaymiz, faqat quruq lahm qoldiramiz. Bu yoqda mana mitti chuchvaralarimiz tugilyapti. Dilnozaxon tugadilar. Ularni ko'rsatish mumkin emas, qo'lini ko'rsatamiz. Tuging Dilnoz mana. Mitti 2 santimetrli chuchvaramiz, bu bizning qiymamiz. Ko'ryapsizlar qiymani qop-qoraligini. Shunaqa. Atigi shu studiyamiz bor yo'g'i. 2 xona, sal tiqilmonmiz уже. Sal kengayishimiz kerak. Xudo xolisa. Ko'p qolar, kengayib qolarmiz. Inshaalloh. Polfabrikat kursingiz bormi? Polfabrikat kursim master klass bo'ladi. Kunlik master klassda bo'ladi polfabrikat kursida. Hal. Illiq. Endi hozir yana 5 minut bo'ldi. Hozir eritib yuboradi, kremmi bu? Krem eritib yuboradi. Mashalloh. Kilogram qanchadan? Mitti chuchvarani kilogram 120 ming. Merengovi ruletim 250 ming, chis kremli bu. Tak. Studiyangizni yaxshi ko'raman, udobniy. Yo'q. Nima bo'ldi? Maziz bo'lmadi yo'qmi? Mazam yaxshi. Akam o'tib qoldi. Efir sahrangiz qiling. Nargiz opaga salom. Nargiz senga salom deyishadi. Jigarni dardi og'ir bo'ladi deyishadi, sabr bersin. Amin. Shogirdim yo'q hozir, shogird yo'q. Adresim qayerda? Adresim Chirchiq shahrida, O'zbekiston to'yxonasining yonida. Nargizga salom deganlarga Nargiz ham salom deyapti, kattakon. Nargiz tanlaganlarga. Alloh rahmat qilsin, uzr bilmabman. Yuzingni oldin uni qanaqa qilishing kerak? Artib yurishing kerak. Uni vaqtga mayib to'zatma. Solim deymiz. Shu prямой efir qilganingizda akasi kirib qoladi.
yonimda ishlardida. Primoy qilsam kirib kelardi. Primoy qilsam o'zi kirib olardi, men bu yoqqa yozardi sizlarga o'xshab. Shu esimga tushdi. Kasalmidilar. Kasal 13 yil sahr bilan kurashdik. 13 yil sahr edilar, oxiri sahr yeb bitirib olib sahr kasal edilar. 4 pirojnilar onlayn kursi bormi? Bor. 4 pirojnilar yo'q, universalniy kursim bor, 40 ta retsept. Alloh rahmatiga olsin aytganingiz yo'llar jannatda bo'lsin. Qizlar yaqinlarini yangidan dedi. Feruza yig'lamay og'irdi. Yomon o'zi salbiy yig'laydi ham ko'p qolganman shunaqa. O'shaning uchun primoy qilmayotgandim-da. O'sha men qizlar ham biladi, hamma. O'shaning primoy qilmayotgandim. Hali primoyga chiqishga tayyor emasman. Hali ham tayyor emasam. Hali ham tayyor emas ekanman. Bo'ldi. Yo'q, o'zi anaqa siqilganda emas, bilasanmi, salgaylar hayotimiz bor. Bugundan ichida nimalar bor? Limonchella bor, merengoviy ruletimiz bor, yarimta Napoleonimiz bor, keyin zavarniy kolsamiz bor. Pol fabrikatlarimizdan bor. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Feruza, nima bo'ldi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, alhamdulillah, sog'lig'im yaxshi, hammasi yaxshi. Shukr, bolajonlarim ham yaxshi, alhamdulillah. Hozir bitta qo'limni yuvib olaylik. Sovuq olgandir, boshqamiz bo'lmasa hozir yana yig'laveraman, yana yig'laveraman. Universalda bor limonchella. Yarimta Napoleonni 140 ming. Ozgina mana chetini kesib olamiz. Ro'shq qilamiz. Sizlar mana shunaqa polisli ko'rdinglarmi orasi? Bundoq qilsanglar uvanam ketyapti. Bu qolip kiyg'izib oldim, hozir qolip tagiga. Chetidan kesib olganimni ushoq qilamiz. Krem ustiga. Patnismi, xolodilnikka nima qo'ysa bo'ladigan idishlardan qo'yasizlar. Tamam, o'zida qilmaydi, keyin o'pirilib tushadi. Og'irlik ko'tara olmasdan. Pergamentni yechmadim, ahamiyat beryapsizlar. Bitta muzlatib olgandan keyin shunda shirib olamiz. Hozir chunki baribir hali toza sovmaganda pergament yechsam mana ko'rdinglar, yarim pergamentda qolib ketadi. O'shaning uchun
Pergamentga yechmadi. O'z biskvitlarchi qancha pishirganinglardan keyin kami bir 2-3 soatlarda pergamentlardan ko'chirib qilasizlar. Endi bizda prямой efir vaqtimiz tig'iz. O'shaning uchun aspirin tabletka ko'rmaydi. Qanchalik narsalar ko'p qilasizlar. Qilamiz, zakazga qarab qilaveramiz. Endi men bu kapuchino tayyorladim. Bu pratikka. Pratikkalab olasizlar. Tepasini ko'rsatib tura olarmikin? Hozir vaqtinchalik sizlarni o'qiy olmaslik mumkin qizlar. Kremni ham olib berasan menga. Keyin hozir yig'ib bo'lay, keyin sizlarga anaqa qaytib o'qiyman sizlarni. Mana bu tayyorlab qo'ygan kremni solamiz xolodilnikga bu. Xohlasanglar buni masalan biskvitni 2 ga bo'lib, ustma-ust korj krem qilib yig'sanglar ham bo'ladi, 2 qavat qilib. Nima bu yeyishga udobniy bo'ladi-da bu. Bitta qavat biskvit ustida krem va ustiga ushoq qilamiz hozir. Yo'q, o'zidan olamiz. Pulpini va ustini bezagigami? Mana endi shunda tugatamiz, o'zlari yetib o'tib ketamiz-da.
Bank ochib qo'yurchi. Nasib qilamiz. Qo'yib qo'yib ko'ramiz. imkon qadar tekisda yig'asizlar. Mana chetidan chiqqan kroshkalarini sepamiz. Bu xolodilnikda qizlar stabilizatsiya bo'lishi shart. Morozilnikda yoki xolodilnikda 3-4 soat, morozilnikda 1-2 soat ozgina stabilizatsiya qilib, keyin kesasizlar. Hozir buni men sizlarga qolipdan chiqazib bera olmayman, kesib ham ko'rsata olmayman. Istoriyaga qo'yaman. Chunki hozir qilsam, kessam, kremlari yoqqa bu yoqqa kekis bo'lib kesilmaydi. Qiyshayib, mishayib ahvoli og'ir bo'lib qoladi, shuncha mehnat. Negr pishirig'ini, qizlar biskvitini xuddi shundan qilsanglar bo'ladi. Ana, Chorniy prins negr deymiz-ku. Mana shunaqa biskvitdan 3 marta 3 ta list qilib pishirib olasizlar. 3 ta ko'sh bo'ladi. Mana endi qizlar buni 24 bundoq o'rtadan 2 ga bo'lib, keyin yana 3 ga bo'lib, bunaqasiga ham o'rtadan bo'lib, bu yog'iga 2 ta qilsanglar 26-28 ta kusok chiqadi. Har bitta kusoginglarning ustiga hozir mana 2 ga qilib, hozir men endi u ukrasheniyasini bo'lgandan keyin qilinadi o'zi aslida. Mana yog'iga 3 ta, yog'iga ham bundoq qilasizlar-da, 2 ga bo'lasizlar. Mana shunda bunaqasiga 3 ta. Har bitta nimasiga mana klubnika yoki malina yoki nima bo'lsa ham qo'yib chiqasizlar bittasini ustiga. Shunda pirojniy bo'lib, porsiyali bo'lib chiqadi qizlar. Bo'ldi, hozir endi men buni muzxonaga yuboraman. Shu yerda primoy efirimiz tugaydi. Hozir savollaringizni berib olamiz. Keyin istoriyada уже tayyor holatini sizlarga ko'rsataman. Xudo xolisa bu pirojniyimiz kofe kapuchino sotuvga chiqadi. Nargiz morozilnikda tursin. Endi hozir ana oqam bo'sh. Hozir bitta savol javob qilib olam, anaqa yozganlariga javob berib chiqaylik. Keyin tugatamiz. Tak. Biskvit orasi kesilmaydimi? Yo'q, kesilmaydi. O'zi shunaqa ham nejni, uni kesa olmaysiz. Kakaoni Gerkens ishlatdim, gollandskiy. Qaysini shokolad hidi keladi, qaysisidan shokolad solsangiz shokolad hidi keladi. Saqlayman. Primoy efir saqlayman do'stlar. Xormay shirinlik pishirasiz. Endi ko'rganlar so'rashyapti. Kofe kapuchino nima hozir kirdim, saqlanib qilaman. Efirni saqlayman, rahmat. Efirni saqlayman, shirinlik. Nima bu pirojniy. Tak, zo'r chiqdi, qo'lingizdan ko'rmasin, rahmat. Ishtahali. Rahmat. Kofe, choylar bilan mazza qilasizlar.
Tak, boshidan ko'ra olmadim. Saqlaymiz. Onlayn kurslarim bor. Onlayn kurslarim bor. 40 ta retseptli universal kursim, somsa xamir, chuchvara, Uyg'ur mantiga bor, keyin Napoleon medoviga bor, chakchaklaga, bo'g'irsoqliga bor. Tak, assalomu alaykum. Xo'p, qaymoqqa sahr kursi bo'ladi. Grammlari bilan описаниеga yozib qo'yaman qizlar. Shogird olaman. Shogirdlik bir oyi 2 million. Xolisiz bir oy, xolisiz 2 oy yurasiz. Hamma narsa shu yerda nima qilsak hammasini o'rganasiz. Xullas qizlar bo'ldi. Shu bilan sizlar bilan sizlar bilan shu joyda xayrlashaman. Napoleon kursim 150 ming. Napoleon medoviy xuddi hozirga o'xshab prямой efir qilingan kurs. Shu joyda xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Retseptni to'liq variantini описаниеda yozib qoldiraman.